Bugun Phaeton Trackmate 1 hamda Trackmate 2 ni qisqacha tanishtirib, obzor qilib o'tamiz. Trackmate 1 modelimizni bort uzunligiga kelsak, uzunligi 3 metrga, eniga 1.60 bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi 1.5 tonnaga mo'ljallangan va shu modelimiz yakkabalon hisoblanadi va kuzovga yig'ilgan bo'ladi. Motor obyomiga kelsak, atmosferniy 1.5, 104 ot kuchiga ega tsepli motor hisoblanadi. Endi esa Phaeton Trackmate 2 haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bort hajmiga kelsak, uzunligi 3.30 ga, eniga 1.70 ni tashkil qiladi. Modelimiz qo'sh balon hisoblanadi va ramaga yig'ilgan. Shu sababdan 2-2,5 tonnaga mo'ljallangan. Ushbu modelimizning motor qismiga kelsak, 111 ot kuchi, 1.5 litrli atmosferli tsepli motor hisoblanadi. Salon qismiga kelsak, qisman hech qanday o'zgarish yo'q. Trackmate 1 modeli bilan bir xil, ya'ni konditsioner, sentr zamok va oynalari elektronli bo'ladi. 2 tonna yuk ortmoqchi bo'lganlar uchun Phaeton Trackmate 1 yakkabalonli modelimiz tavsiya etiladi. Hajmliroq hamda og'irroq yuk ko'tarmoqchi bo'lganlar uchun, ya'ni 2-2,5 tonna Phaeton Trackmate 2 modelimizni tavsiya qilamiz.